hendikistudio.uz so'zlamoq bersang gapingni burkama pardoz bilan kelsa kim qoshingga boqqin e'tibor e'zoz bilan jismu joning birla tinglab do'st yorlar suhbatin jismu joning birla tinglab do'st yorlar suhbatin inson insondir hamisha ham fikir ham roz bilan inson insondir hamisha ham fikir ham roz bilan toma kul bularmış el ara vardır nakıl bir bütün alem yaralmış kem kemu azaz bilen خاکسارو خار etme ülfetin asas bilen خاکسارو خار etme ülfetin asas bilen hendikistudio.uz Qolma altın tog' birlab qolsa odat istasang odamiylik deb atalmish bebaho meros bilan yo'qmur yo'li uzilmas soya ketkurma uni qaydagi nokas nomard qaydagi vasvas bilan to abad ohun joningni bog'la mahkam rost bilan to abad ohun joningni bog'la mahkam rost bilan bog'la mahkam rost bilan
sevgan yorimni oy jamoli bor. Mana sevgan yorimni oy jamoli bor. Jamoliga yarashgan dona holi bor. Jamoliga yarashgan dona holi bor. Yurakkina o'rtaydi so'zini eshitsam. Yurakkina o'rtaydi so'zini eshitsam. Tillarini uchida asal boli bor. Lablarini uchida asal boli bor. Qomatlari kelishgan sochlari chambar. Qomatlari kelishgan sochlari chambar. Siynai sof uzra zilklari zarzar. Kipriklarin o'ynatib g'amzalar otib. Kipriklarin o'ynatib g'amzalar otib. To'lqin urib boqishim qalbimni o'rtar. To'lqin urib boqishim qalbimni o'rtar. Mayli shu parivash deb devona bo'lsam, mayli jumla jahonga Orzu studiyasi. Orzularingiz ijobati.
ko'qiyasi qo'li qarobam usul qo'nar va to'ri rubobam ey chimi ko'qiyasi qo'li qarobam خودت دوری جانم صبوری خدا قیمیتی عمری دوباره ای بالا تیام مبارکش باز عروس مبارکش باز بالا تیام مبارکش باز عروس مبارکش باز برای کلین دامادی خواه مبارکش باز برای کلین دامادی خواه مبارک آی بادا 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 ای مبارک بالا بادا بادا کلین مبارک بالا بادا بادا تی خواه مبارک دایره بالا بادا بادا کلین مبارک آله دلکش خطارم خمارم یا smarım Kalp sedasın bulum yine kolumda
ishq sadosin bo'lib yangrey qo'limda jon o'rgilay tinglab orom olsin sevikli yorim tinglab orom olsin sevikli yorim hamdamim bu uyku kelmez kechalar intizorlik daftar ochgan nechalar har birida da misol chog'in yaqin et yor yaqin et dilkashim bo'l nozlanib sen yo'q dema voy aylanay dilkashim bo'l nozlanib sen yo'q dema qalb sadosin bo'lib yangrab qo'limda ishq sadosin bo'lib yangrab qo'limda jon o'rgilay tinglab orom olsin sevikli yorim tinglab orom olsin sevikli yorim dardlashurman boshing bosib ko'ksima yor kelganda chetda qolib o'ksima yor ketganda qo'lga olsam o'rtanib yor o'rtanib dilkashim bo'l nozlanib sen yo'q dema jon aylanay dilkashim nozlanib sen yo'q dema qalb sadosin bo'lib yangrey qo'limda ishq sadosin qaytib keling qo'limdan jon o'rgilay tinglab orom olsin sevikli yorim tinglab orom olsin sevikli yorim voy tinglab orom olsin sevikli yorim Assalomu alaykum aziz davra ahli, aziz mehmonlar, aziz qishloqdoshlar, xudo-xudondalar. Mana bugun Yunusovlar xonadonida, Sadloyevlar xonadonida, Atoyevlar xonadonida katta to'y tantana. Buni boisi mana ikkala yosh, qalbi quyoshni bir-birlariga mehr oqibatlari tufayli bularga albatta sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Men avvalambor o'z nomimdan, oilam nomidan ana shu ikkala yoshga, qalbi quyoshga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Bular albatta yaxshi oila qurishni, mana bu xonadonning yaxshi kunlarini ota-bobolarga, el-heshlarga ko'rsatishni albatta men lozim deb topaman. Alloh taolo ularga mehr oqibatni bartaraf qilsin. Men
mana shu she'rga o'tirgan barcha mehmonlar nomidan, qishloqdoshlar nomidan, mana she'rga o'tirgan barcha xudoandalar nomidan bularga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Qo'shshapir ayol bo'lmasinlar. Aziz do'stlar, inson dunyoga bir keladi-yu, bir farzand ko'ray. Shu farzandimni bir uylik qilay, joylik qilay, balalik qilay, chaqalik qilay degan umid bilan yuriydi. Mana Xudoga shukr, bugun bularga albatta shu narsa lozim topilgan ekan. Bularga sog'lik, salomatlik, uzoq umrni baxt tilayman. Ana shu yerga o'tirgan mehmonlar nomidan, ana shu yerga mana mehmonlari albatta elxishlari, tog'alari, amakilari desam ham bo'laveradi. Bularning hammalariga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Albatta men hozir aytdimki, inson dunyoga keladi, shu kunlarni ko'radi. Uy qilay, joy qilay, farzand qilay, farzandimning huzurini ko'ray. Farzandimni uylik qilib, joylik qilib, navara ko'ray degan umid bilan yuriydi. Mana bular hozir bugun ana shu umid bilan bularni o'ylantirishni, bularga sog'lik, salomat tilashni muyassar qilibdi. Men mana shularga sog', salomat, xonadonlarga tinchlikni, osoyishtalikni xohlashni muyassar qilaman. Alloh bularga sog'lik, salomatlik bersin. Aziz do'stlar, kim? Hozir. Men bugun ana shu davrani olib borish uchun chiroyli qilib, raisga Erzodjonmi? Erzodjonga topshiraman. Erzodjon, men sizga ishonaman. Ishonib davrani topshirgandan keyin albatta buni tartib, intizom bilan olib borishingiz kerak. Mana bu yerga o'tirgan sozandalarimizga, xonandalarimizga, ovozlariga ovoz, tavushlariga tavush ko'rsatsin-u, bu kecha davrani ertalabgacha olib borishni men shularga topshiraman, sizga topshiramanki, mana shulardan yaxshi ashulalarni, yaxshi chiroyli gaplarni olishni sizga topshiraman. Siz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, ana shu yerda o'tirganlarni hammalaringiz sog' salomat bo'linglar, farzandlaringizni uylik, joylik qilishga muyassar bo'ling. Katta rahmat otaxon. Endi ilohim aytganingiz kelgan bo'lsin deymiz. Yaxshi niyatlaringiz o'zga hamroh bo'lsin. Endi bugun to'yimiz chiroyli o'tadi. Albatta. Kamol topdi chehralar gulguni, baxt va visol oqshomi bugun. Sevgingizni madh etib navo, keling do'stlar, keling aziz mehmonlar. To'yimizga, to'yxonamizga marhabo. Avvalambor assalomu alaykum. Quyoshli o'lkaning farishtali insonlari. Assalomu alaykum, hurmatli davramiz ishtirokchilari. Bugun barchangizni Ilhombar restoranida Barnoyani xonadonlariga, Adolat opamizning xonadonlariga barchangizni xush kelibsiz deymiz, xush ko'rdik azizlar. Bugun umrning eng laziz damlaridan biri bo'lmish, bugungi kechamizning qiroli va qirolichalari va kelinimiz Navbahor opamiz va Ortiqjon akamizning visol oqshomlarida ana shunday bir ajoyib ko'rkamona davralar atrofida siz aziz mehmon mezbonlar bilan diydor ko'rishib o'tirgan ekanmiz. Kelinglar, sizlar nomlaringizdan, qolaversa o'zim nomidan mana shu baxtiyor yoshlarimizni, kelin-kuyovlarimizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Bugun baxt kechasi, visol kechasi. Ko'ngillar uchrashgani diydor kechasi. Sevishgan qalblarga xumor kechasi. Qutlug' bo'lsin baxtlar, yangi nigohlar, qutlug' bo'lsin to'ylar, kelin-kuyovlar. Bugun to'planishib do'stu yaqinlar, yoshlarning bezavol baxtini tilar. Bugun hammadan ham baxtlisi sizlar, qutlug' bo'lsin to'ylar, yangi nigohlar, qutlug' bo'lsin to'ylar, kelin-kuyovlar. Hayotingiz doim quvonchga to'lsin. Dunyo baxtini oling, sizniki bo'lsin. Sizga shirin farzandlar bersin. Ortiqjon aka, Navbahor opa, yana bir bora to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Yana bir bora to'ychilarimizni ana shunday bir ajoyib to'y bilan muborakbod etamiz. Kelin-kuyovlarimizga ana shunday bir betakror lahzalar muborak bo'lsin. Yangi barpo bo'layotgan oila Orif Moxtabon yurti Shofirgonda bir chiroyli oilalardan bo'lib yetsin. Shu yerda o'tirgan barcha insonlarning xonadonida ana shunaqa bir yaxshi kunlar, to'ylar, tantanalar, dorul amon kunlar bo'lishiga men tilakdoshiman. Endi to'ylarda bir chiroyli urf-odatlarimiz bor. Mana shu urf-odatlarga binoan kuyov to'ramizga bir chiroyli qilib sarporlarni kiydirib olamiz. Joma po'shon marosimini shu yerda yig'ilib turgan barcha mehmonlar, mezbonlar oldida bir chiroyli qilib o'tkazamiz. Yana davramiz davom etaveradi. Marhamat. Kuyov to'ramizdan davramiz to'riga taklif etamiz. Kuyov to'ramizga bir chiroyli qilib sarporlarni otaxonimiz bor ekanlar, otaxonimiz ismlarini bu yerda
aytmay ketdilar. Mana shu otaxonimizni taklif etamiz. Sarpolarni bir chiroyli qilib kuyov to'ramizga. Marhamat. Qiyosi yo'q islom mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Bolalariga ko'p bildirmas, ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa uning uchun. O'g'li otashidar yaralgan uchqun, qizi paraylardan chehrasi gulguni, yuzlari lolam deb yashaydi o'zbek. Bir qo'lda belanchak, bir qo'lda Qur'oni, bir yelkada ketmoni, birida iymoni. Barchaga barobar bir oftob simoni, yashasa bolam deb yashaydi o'zbek. Ana shunday bir o'zbeklik bizga ko'z tegmasin. Hamisha to'ylarimizda ana shunday bir yaxshi urf-odatlarimiz bardavom bo'lsin deymiz. Albatta, kuyov to'ramizga marhamat otaxon bir chiroyli qilib sarpolarni niyat qilib kiydiramiz. Marhamat. Endi otaxonimiz bir niyat qilib kiydiryaptilarki, bugun mana shu Ortiqjon akamizning visol oqshomlarida betakror lahzalarda ana shunday bir chiroyli sarpolarni, to'y sarpolarini kiydirayotgan ekanlar. Mana shu Alloh kelin-kuyovlarimizga, baxtiyor yoshlarimizga qizmi, o'g'ilmi farzand bersa, mana shu otaxonimiz shod-u xurramlikda ana shunday bir yaxshi tilaklar bilan sarpolarni kiydirish nasib etsin deymiz. Yana bir bor Ortiqjon aka to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Sarpolar muborak. Kezib qancha millat elatni, ko'rib qaytimi turli odatni, topolmadim jonga rohatni, ona yurting bo'yi boshqacha, o'zbegimning to'yi boshqacha. Ko'zlardagi sururga qarang, davradagi fayz nurga qarang. Kimning xayoli o'yi boshqacha, o'zbegimning to'yi boshqacha. Izlar o'zbegimni to'ydan ham to'yda bo'ladigan ana shunaqa bir ajoyib urf odatlari boshqacha albatta. Mana shu o'zbekligimizga ko'z tegmasin. O'zbekchasiga mana otaxonimiz kuyov to'ramizga bir chiroyli qilib sarpolarni kiydirdilar. Albatta bu yerda davrada qatnashib turgan qarindosh, urug', qo'ni, qo'shni deganday bu yerda kuyov to'ramizga arzimagan sovg'alarni berib, bir umrlik video tasmalarga muhrlab qo'yishyapti albatta. Video tasvirchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bugun Orzu studiyasi hormay tolmay to'yimizda mehnat qilyapti. To'ylar muborak bo'lsin yana bir bora.